Ijod nafasi bu qanday tanlov? Iqtidorli ijodkor yoshlarni aniqlash va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni yuksak ma'naviyat asosida birlashishiga ko'maklashuvchi tanlovdir. Bu tanlovda bolajonlar xoreografiya, xonandalik, cholg'u ijrochiligi, tasviriy va amaliy san'at hamda teatr aktyorligi yo'nalishlari bo'yicha o'z iqtidorlarini namoyish qilishlari mumkin. Shunday ekan, 2026-yil 1-may kuni Forish tuman 18-son bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tishi ko'zda tutilayotgan San'at nafasi musiqa va san'at ko'rik-tanloviga barcha forishlik iqtidorli bolajonlarni taklif etib qolamiz. Arizalar 2026-yilning 25-aprel kuniga qadar qabul qilinadi. Ishtirokchilarning yosh toifalariga keladigan bo'lsak, umumta'lim maktablarining 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilari ishtirok etishi maqsadga muvofiqdir. Eslatib o'tamiz, tanlovda bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari ishtirok etishi tavsiya etilmaydi.